Cobalt haydasangiz, обязательно shu videoni ko'ring. Bu video sizlarga manfaatli bo'ladi. Shu mashinamiz hozirgina kuzovnoydan chiqib kelyapti. Svejiy ko'rib turibsizlar, DTP bo'lgan. Buni nima sababdan DTP bo'lganini hozir sizlarga to'liq aytib beramiz. Mashinaga start stop qo'ydirayotganda ahamiyatli bo'linglar. Bu videomiz bilan ustalarni yomonlamaymiz, o'zimiz ham ustamiz, ustalarni hurmat qilamiz. No ayrim ishiga sovuqqonlik bilan qaraydigan ustalarimiz bor. Mana bu zamogimiz. Bu mana bu yerda har doim qilinadigan blokirovka. Nimaga qilinadi? Bu valv orasidan o'tadi. Kalitni olib tashlaganingizda ham blokirovka bo'lmaydigan narsa. Buni qo'ygandan keyin shu narsa blokirovka bo'ladi, bo'lib chiqmaydi. Bu ustalarimizni qilishgan ishi slishim katta svilit qilib yuborishgan, mana to'g'ri qilishgan, blokirovka qo'yishgan. Mana zamok har doimgidek ichkari turibdi. No lekin bu narsamiz sinib bo'lgan. Mana eng opasniy narsa. Bu narsa bilan o'ynashi bo'lmaydi. Bu yerda oilasi bilan yurganlar qancha. Buni misol uchun ayol kishimi, erkak kishimi katta skorsiga ketayotganda quplansa hech kim upravlat qila olmaydi buni. Eng yomon narsasi, Xudo saqlasa, bizani aybimiz bilan birovga zarar kelishi eng yomon narsa bo'ladi. Biz ham shu narsani o'rnatamiz, lekin o'zimiz ham qo'rqib turamiz. Necha martalab tekshiramiz. Iloji bo'lsa qo'yayotganingizda yaxshilab tekshiringlar. Shogirdinglar qilayotgan bo'lsa, shogirdinglarni kontrol qilinglar. Bu narsa bilan o'ynashib bo'lmaydi. Hazillangan narsa, yuzaga qaraydigan narsa emas. Bu mashinamizga ham e'tiborsizlik bilan qo'yilgan start stop oqibatida rul zamokka tushib, DTP bo'lib, kasapraflarimizdan chiqib keldi mashinamiz. Yana bu yerdan qo'zg'alib uyga ketayotgan holatda xuddi shunaqa ayb bilan ko'chani boshida Alloh o'zi asradi, kamasdek kirib ketishga sal qoldi. Biz sochdik, qaradik, tekshirdik, qarasak aybi shu narsadan ekan. Shuning uchun yaxshilab ahamiyatli bo'linglar o'zingizlarning ishingizga. Kanalimizga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu video hammamizga manfaatli bo'ldi. Bu videoni ko'pincha tanishlarga yuborib qo'ysanglar foydali bo'ladi.